Ozmoqchimisiz? Buni yechimi bor. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring, ayniqsa qizlarimiz videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga hozir ozish yo'lini aytib o'taman. Insonning organizmi uchun foydali 7 ta jihatlari bor. Bu mahsulot tvorog mahsuloti bo'ladi. 7 ta jihatlarini men sizga hozir aytib o'taman. Tvorogning eng foydali jihatlari insonning suyagi va tishlariga foydasi bor. Kalsiy, tabiiy kalsiy bu, kalsiy. Kalsiysiz kamayib ketyapti, tvorogdan iste'mol qiling. Yurak faoliyatini yengillashtirib beradi. Oshqozon va jigar faoliyatiga yordam beradi. Ayniqsa oshqozon hazm qilishda qiynalayotgan insonlarimiz mana shu tvorogdan iste'mol qilishlarini maslahat beraman. Asabi chatoq insonlarimiz esa mana shu tvorogdan yesa asablari tinchlanadi. Maslahatim bir kunda bir mahal tvorogdan 200 gram har kuni ertalab yeyishlarini so'rab qolaman. Ortiqcha vazn, ayniqsa qizlarimiz hozirgi kunda ozmoqchi bo'ladi. Eng tabiiy yo'l bilan ozishning yo'li mana bu albatta tvorog. Tvorog iste'mol qiling, bo'ldi. Ortiqcha semirtiradigan narsalarni yig'ishtiringda, har kuni ertalab 200 gram tvorog yeng, o'sha bir oydan keyin sezilasiz. Ozganligingizni o'zingiz bilib hayron qolasiz. Ayniqsa homilador va bolalar uchun juda ham foydali. Tabiiy kalsiy. Kalsiysi kamayib ketayotgan insonlarimizga tavsiya qilamiz. Ozmoqchi bo'lgan insonlar mana shu tvorogdan har kuni iste'mol qilaylik. Biz tabiiy mahsulotdan iste'mol qilmay qo'ydik. Sun'iy narsalar ko'payib ketgani hisobiga. Sut mahsuloti, tvorog mahsulotlaridan har kuni iste'mol qilsak, biz o'zimiz uchun foydali, organizmimiz yengil bizga xizmat ko'rsatadi. Bundan da qiziq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Sizlarning podpiska, like'lar bizga muhim. Sizlarga kattakon rahmat ushbu videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun. Salomat bo'linglar.